Havoy vaqtlar sizlar bilan Mazlins Gamer do'stlar. Bugun sizlar bilan Red Ball 4 o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, videoni boshlashimizdan oldin har doimgidek eslatib o'taman, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Unda biz boshlaylik. Birinchisidan boshlayman sizlar uchun. O'zi bugun tortdim. Şimdi darsdan kelishim bilan darrov o'ynashni boshlayman. 8 dan 7 o'tibdi. 6 dan 8 gacha darsim bor edi. Bunday sakrab bunday qilasizlar-da, bitta sakrab qo'ysanglar bo'ldi. Keyin buni ba'zilar mana bunday qiladi. Bunday qilmaydi, chiqolmaydi ba'zilar. Bunday qilmaylar. Mana buni o'ldirish uchun ustiga bunday tushsanglar o'ladi. Shuni ham aytib qo'y. Hozirlar bitta narsani ko'rsataman. Televizorga o'ynab ko'rganman-da mana. Yapala. Voy. Oxirida ko'rsataman bu narsani. Sizlar like bosib obuna bo'lsanglar bo'ldi. Bunday sakrab qo'yib bunday qilib sakra ya o'ldim. Voy, bunday qilmanglar sizlar, maslahatim. Mana bunday qilinglar. Ana shunday suraveringlar, bo'ladi hozir. Ana surasizlar yana bunday qilib yana bunday bitta sakrasanglar bo'ldi, qo'chasizlar keyin. Kelmasa keyin yana battar qilasizlar bo'ldi. Bunday sakrab qo'yinglar. Keyin bunday qilasizlar. Keyin bunday qilib sakraysiz. Qo'ysanglar bo'ldi-da. Televizordan ana birinchi zonasidan chiqib olmadim bir marta. O'tolmadim. Hozir lekin televizordan necha martalar yutganimni bilmasizlar do'stlar. Shunday toshli zonalarni ham yutalaganman. Keyin 4-5 martalar yutganman, keyin zerikdan yana tortib o'ynayveraman lekin. Telefondan ham bir yutay deb o'ynayapman hozir. O'ynayotganimni ham video olaman. Yaxshi. Ana shu birinchi zonani tugatishga harakat qilamiz. Tugatolmasa like bosasizlar, tugatolmasa obuna bo'lasizlar. Sakra. Anamda bitta sakraymiz bo'ldi. 5-zonami? Uzoqdan kelib bunday sakraylar do'stlar. Mana bu yerga bitta sakraysizlar. Yana bitta. Keyin bunday. Ana shu yerga ozroq qiyinroq. Mana bu yulduzlarni olmasanglar bo'lmaydi lekin. Televizorga ham bugun tortganman ayniqsa. Uyatmasmi? Sakra. Tez mana bu yoqdan o'tib ketishlar kerak bo'ladi. Bu o'yin uncha qimmatmas ekan o'zi.
Birizi 6 megabayt ekan. Zahletiyamiz bu tinchani video cho'zib qo'ymaydi. Voy mana bu yoqqa ketish. Ana kallangga oyog'im yana bunday qilib bitta bunday qilib bitta sakraymiz. Asta. Bunday qilib bitta bunda. Buni ololmasanglar bo'yka do'stlar, mana bu yoqqa bitta sakrab olib, keyin bunday qilsanglar olasizlar. Televizordan bilib qolaverim shuni. Mana bu yoqqa molotokli zona bor. Molotokli mana o'zbekcha gapirish kerak. Ana shida bolta. Mana bu yoqqa lekin yura olmaysizlar, tushib ketasizlar. Bitta sakrab bunday qilsanglar. Mana buni qo'yarsam bo'ladi, lekin men qo'yarmadim endi. Endi o'zim o'ldirishim kerak. To'g'rimi? To'qqizinchi zonaga o'tamiz. 9-zona bitta qiyinroq anonsi bor. O'shan televizordan hozirlab olki, bittadan yutib qo'yaman bolalar. Bunday qila olamiz, bo'ladi. Indamaymiz. Keyin tushayotgandan keyin bunday qilib bitta sakraymiz, bo'ldi. Yo'q. Asta deyiladi. Bunday sakrab olib Vay. Bunday qilib bunday qilsanglar kayf. Mana televizorga aylanmaydi, lekin telefonga aylanar ekan. Men yaqinga bildim. Aylanmadi-ki. Arqa aylanish kerak edi-da. Bunday qilib bunday qilib bitta sakrab ana shu qilmanga qiyinroqda bo'lar. Bunda ana qiynalishlar bor. Ana ko'rdinglarmi? Bitolmasam lekin yutsam obuna bo'lasizlar. Yutqizsam yutqizsam like bosasizlar. Desam yo'qmi? Yo'q, qattiqdan ishlamayman, yo'qasizlar, yo'qmasa ham. Like bosinglar, obuna bo'linglar bunday mehnat uchun. Keyin mana bu qiyin chiqardim. Endi nima qilaman endi? Boshdan qilish kerak, bo'lmasa jonim ham ketadi. Siz shuncha mehnat ehtanam o'tish bir qiyin-da, azob. Sizlar ham o'ynab ko'ringlar bu o'yinni. Ba'zida yoqadi, ba'zida yomonlik qiladi bu o'yin. Zayba Nello qiladi. Yandexino Zaybanello deganda. Voy. Karlab qo'ymang, ey.
Obunachilar, like bosinglar. Obuna bo'linglar. Obuna bo'lishga arziydi. Mana bunisi ham qiyin lekin oldi. Vay. Premium Kerem special. Mana bu kerak ki. Twitter bir balo deydi. Mana Black va sizlar ana shu inglizcha uncha tushunmasanglar, shunday so'zlar bilan bosib qo'yasizlar. Mana bitta italyancha emas, ispanol emas. Mishka portugiz, mana portugallardan bor. Mana shu turkcha qilsanglar, mana uncha yaxshi tushunmasanglar, mana hozir mana bitta bo'lsa, mana ochilmagan oltin to'p degani bu to'pni keldik bir balo deb yozgan. O'zlar uncha bo'lsa ham tushunasizlarmi? Lekin menga inglizcha yo'q. Nimalar bo'lib ketdi? Mana yaxshi bo'ldi. 9 minutdan keyin bitta jon beradi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.